Tushda nargiz gulini ko'rish. Hazrati Doniyolning ta'kidlashlaricha, tushdagi nargiz dono, chiroyli va latofatli kishidir. Ibn Sirinning aytishicha, tushdagi nargiz shirin so'zga dalildir. Agar ayol kishi tushida nargiz topganini yoki birov unga berganini ko'rsa, chiroyli farzand tug'ishiga ishora bo'ladi. Agar eri bo'lmasa, chiroyli erga tegishini bildiradi. Agar nargizni yerdan sug'urib olganini ko'rsa, xotinini taloq qiladi yoki farzandi o'ladi. Tushida nargiz gulini tanasidan uzib olganini va g'ulomiga berganini ko'rsa, g'ulomining qochib ketishiga ishoradir. Agar ayol kishi bir dasta nargisni erga berganini ko'rsa, eri taloq qilishini bildiradi. Ja'far Sodiq aytadiki, tushdagi nargiz 3 narsani bildiradi: dono va chiroyli kishini, farzandni, do'stligi uzoq davom etadigan do'stni. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.